Bugungi videoda men youtuberlarga cringe savollar berib ko'raman. Videosining bu 12-chi qismi. Qani unda biz videoni boshladik. Birinchi youtuberimiz bu Shahis. Shahis, siz nigermisiz? No, Shahisman deb javob berdilar. Va bizning ikkinchi youtuberimiz bu Felix. Felix 22 kara 22 necha? 2222 deb javob berdilar. Va bizning 3-chi youtuberimiz bu Prismarin. Prismarin, siz Minecraftda qishloqda mer bo'lishingiz uchun va GTA'lardan mer bo'lishingiz uchun ekinni zapanda ishlab turasiz deysa nima deyardingiz? Shunchaki o'ylab ko'rish kerak, lekin bilmadim deb javob berdilar. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, shu videoga like bosib, kanalimizga ham albatta obuna qo'yish esingizdan chiqmasa, biz tezroq bir obunachi bo'lishimiz kerak. Shuning uchun ham kanalimizga albatta obuna qo'yinglar. Va bizning 4-chi youtuberimiz bu Reker. Reker, shu yozda qaytasizmi? Da, albatta qaytamiz yaqin orada deb javob berdilar. Va bizning 5-chi youtuberimiz bu Artifact. Artifact hamma kutyapti. Qishloqqa o'zingiz bo'lsangiz ham baribir video olavering deb ham qishloqi bilan videongiz tezroq chiqardi deyishyapti. Yaqinda qishloqi bilan video olasizmi? Da, menimcha ham yaqin orada olsam kerak va albatta chiqishi ham mumkin deb javob berdilar. Videomiz shu joyda tiklanadi. Videoni oxirigacha ko'rganingizga rahmat. Shu videoga like bosib, kanalimizga ham albatta obuna qo'yish esingizdan chiqmasa, biz tezroq bir obunachi bo'lishimiz kerak. Shuning uchun ham biz kanalimizga albatta obuna qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.